Bugun biz dunyo siyosatidagi eng xavfli va eng murakkab mojarolardan biri haqida gaplashamiz. Bu mojaro AQSh va Eron o'rtasida qarama-qarshilik. So'nggi paytlarda Yaqin Sharq mintaqasida vaziyat yana keskinlashib bormoqda. Harbiy bazalarga raketa hujumlari, dron zarbalari, siyosiy tahdidlar va keskin bayonotlar. Bularning barchasi dunyoni yana bir katta urush ehtimoli haqida o'ylashga majbur qilmoqda. Ko'pchilik odamlar bitta muhim savol bermoqda. Agar bu mojaro yanada kuchaysa, dunyo yana katta urush yoqasida kelib qolishi mumkinmi? Chunki bu yerda gap oddiy ikki davlat o'rtasidagi tortishuv haqida emas. Bu mojaro aslida geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi katta raqobat hisoblanadi. Bir tomondan dunyodagi eng katta harbiy va iqtisodiy kuchlardan biri bo'lgan AQSh, ikkinchi tomondan esa Yaqin Sharqda katta siyosiy va harbiy ta'sirga ega bo'lgan Eron. Bu ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilik faqat siyosiy bayonot bilan cheklanib qolmaydi. U mintaqadagi harbiy harakatlar, ittifoqchilarning qarama-qarshiligi va global iqtisodiyotga ham ta'sir qilmoqda. Masalan, Yaqin Sharq dunyodagi eng muhim energiya resurslari joylashgan hududlardan biri hisoblanadi. Agar bu hudud katta mojaro yuziga kelsa, bu nafaqat mintaqaga, balki butun dunyo iqtisodiyotiga ham katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sabab bugungi videoda biz ushbu mojaroning asl mohiyatini chuqurroq tushunishga harakat qilamiz. Biz quyidagi savollarga javob topamiz. Nega AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat shunchalik chuqur? Hozir Yaqin Sharqda aslida nima sodir bo'lmoqda? Bu mojaro global, siyosiy va iqtisodiyotga qanday ta'sir qilmoqda? Va eng muhim savol, bu qarama-qarshilik kelajakda katta urushga aylanishi mumkinmi yoki yo'qmi? Videoni oxirigacha ko'rishdan oldin albatta bizning Amerikadagi o'zbeklar YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni va bizni videolarimizga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sizning har bitta like'ingiz va kommentariyada qo'llab-quvvatlashingiz bizning kelajakda yanada qiziqarliroq videolar chiqarishimiz uchun kichkina bo'lsa-da motivatsiya bo'la oladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Qani unda biz videoni boshladik. Keling, ushbu murakkab masalani oddiy va tushunarli tarzda birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Mojaroning qisqa tarixi. Bu mojaro bugun yoki so'nggi yillarda paydo bo'lgan hodisa emas. Uning ildizlari bir necha 10 yilliklar oldinga borib taqaladi va bugungi keskin vaziyat aslida uzoq davom etgan siyosiy ziddiyatning natijasi hisoblanadi. 1979-yilda Eronda katta siyosiy o'zgarish yuz berdi. Bu voqea mamlakat tarixidagi eng muhim burilishlardan biri bo'ldi. Inqilob natijasida avvalgi siyosiy tizim o'zgardi va mamlakat yangi boshqaruv tizimi asosida Islom Respublikasi sifatida shakllandi. Bu o'zgarish nafaqat Eron ichki siyosatini, balki uning tashqi siyosatini ham tubdan o'zgartirdi. Aynan shu davrdan boshlab Eronning xalqaro maydondagi pozitsiyasi ham yangi yo'nalishga o'ta boshladi. Inqilobdan oldin AQSh va Eron o'rtasida nisbatan yaqin siyosiy va iqtisodiy aloqalar mavjud edi, ammo siyosiy tizim o'zgargach, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashdi. Vaqt o'tishi bilan bu sovuqlik asta-sekin strategik qarama-qarshiliklarga aylana boshladi. Keyingi 10 yillik davomida bu ziddiyat turli shakllarda namoyon bo'ldi. Ba'zan AQSh tomonidan Eronga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar kuchaytirildi. Bu sanksiyalar Eron iqtisodiyotiga bosim o'tkazish va siyosiy qarorlarga ta'sir ko'rsatish maqsadida joriy qilingandi. Boshqa paytlarda esa siyosiy bosim va diplomatik qarama-qarshiliklar kuchaygan. Ayrim vaziyatlarda esa mojaro to'g'ridan to'g'ri emas, balki mintaqadagi boshqa davlatlar yoki guruhlar orqali bilvosita ta'sir namoyonda bo'lgan. Yaqin Sharq mintaqasi geosiyosiy jihatdan juda muhim hudud hisoblanadi. Bu yerda katta energiya resurslari, strategik transport yo'llari va ko'plab siyosiy manfaatlar to'qnashadi. Shu sababli bu hududda yuzaga keladigan har qanday keskinlik tezda global siyosiy muammoga aylanishi mumkin. Aynan shuning uchun ham AQSh va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilik faqat ikki davlat o'rtasidagi muammo sifatida qaralmaydi. Bu mojaro ko'pincha butun mintaqadagi kuchlar muvozanatiga ham ta'sir qiladi. Vaqt o'tishi bilan ikki davlat o'rtasidagi ishonch yanada kamaydi va qarama-qarshiliklar chuqurlashdi. Har ikki tomon ham o'z siyosiy strategik manfaatlarini himoya qilishga harakat qildi. Natijada bugungi kunda kuzatilayotgan keskin vaziyatlar aslida to'satdan yuzaga kelgan hodisa emas, bu ko'p yillar davomida shakllanib kelgan murakkab siyosiy jarayonning navbatdagi bosqichi hisoblanadi. Bugungi voqealarni to'liq tushunish uchun aynan mana shu tarixiy jarayonlarni ham hisobga olish muhim. Hozirgi keskinlikning asosiy sabablari. Bugungi kunda AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlikning kuchayishiga bir necha muhim omillar sabab bo'lmoqda. Bu omillar faqat siyosiy qarama-qarshilik bilan cheklanmaydi. Ular strategik manfaatlar, xavfsizlik masalalari va mintaqadagi ta'sir uchun kurash bilan chambarchas bog'liq. Birinchi va eng ko'p muhokama qilinadigan sabablar Eronning yadro dasturi masalasi.
Ko'p yillardan beri AQSh va G'arb davlatlari Eronning yadro dasturidan xavotir bildirib kelmoqda. Ularning fikricha, Eron yadro texnologiyalarini rivojlantirish orqali kelajakda yadro qurollar yaratish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Yadro qurollari esa har qanday davlat uchun juda katta strategik kuch hisoblanadi. Agar bir davlat yadro qurollariga ega bo'lsa, bu mintaqadagi harbiy muvozanatni keskin o'zgartirib yuborishi mumkin. Shu sababli AQSh va uning ittifoqchilari Eronga yadro faoliyatini cheklash uchun turli siyosiy va iqtisodiy choralarni qo'llab kelmoqda. Jumladan, ayrim davlatlarda Eronga nisbatan qattiq iqtisodiy sanksiyalar ham joriy qilingan. Eron esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Eronning rasmiylarining ta'kidlashicha, mamlakatdagi yadro dasturi faqat tinch maqsadlar uchun, ya'ni energiya ishlab chiqarish, ilmiy tadqiqotlar va texnologik rivojlanish uchun mo'ljallangan. Shu sababli yadro masalalari ko'p yillardan beri ikki davlat o'rtasidagi eng katta siyosiy tortishuvlardan biri bo'lib kelmoqda. Ammo mojaroning sabablari faqat yadro dasturi bilan cheklanmaydi. Ikkinchi muhim sabab Yaqin Sharq mintaqasidagi siyosiy va strategik ta'sir uchun kurash. Yaqin Sharq dunyodagi eng muhim geosiyosiy hududlardan biri hisoblanadi. Bu hudud nafaqat katta tabiiy resurslarga ega, balki global siyosiy va iqtisodiy tizim uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu yerda dunyodagi eng katta neft va gaz zaxiralarining katta qismi joylashgan. Bundan tashqari, mintaqa orqali global savdo, energiya, transportlarining muhim yo'llari o'tadi. Shu sababli bu hududdagi siyosiy barqarorlik yoki beqarorlik butun dunyo iqtisodiyotiga ta'sir qilishi mumkin. Eron bu mintaqada o'zining siyosiy va harbiy ta'sirini kuchaytirishga harakat qilayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. U o'z manfaatlarini himoya qilish va mintaqadagi rolini mustahkamlash uchun turli strategiyalarni qo'llaydi. AQSh esa Yaqin Sharqda uzoq yillardan beri faol siyosiy harbiy ishtirokiga ega. U mintaqada o'zining strategik ittifoqchilari bilan hamkorlik qilib, hududdagi kuchlar muvozanatini saqlab qolishga harakat qiladi. Natijada bu hududda turli manfaatlar va siyosiy maqsadlar to'qnashadi. Bu esa Yaqin Sharqni ko'pincha global siyosiy raqobat markaziga aylantiradi. Shunday qilib, AQSh va Eron o'rtasidagi hozirgi keskinliklar aslida bir necha murakkab omillar yig'indisidir. Bu mojaro nafaqat yadro masalasi, balki mintaqadagi siyosiy ta'sir, strategik manfaatlar va global geosiyosiy raqobat bilan ham bog'liq. Aynan mana shu omillar bugungi kunda yuzaga kelayotgan keskin vaziyatning asosiy sabablarini tashkil qiladi. So'nggi oylar ichida Yaqin Sharq mintaqasidagi vaziyat yana keskinlashib bormoqda. Bir qator harbiy va siyosiy voqealar bu mojaroning yana yangi bosqichga o'tganini ko'rsatmoqda. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, AQSh va uning ayrim ittifoqchilari Eron bilan bog'liq deb hisoblagan harbiy obyektlarga zarbalar bergan. Bu zarbalar asosan mintaqadagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan nuqtalarga qaratilgan. Jumladan, hujumlar quyidagi obyektlarga qaratilgani aytiladi. Raketa tizimlari joylashgan hududlar, harbiy bazalar, strategik infratuzilma va harbiy logistika obyektlari. Bunday zarbalar asosiy maqsad Eronning harbiy imkoniyatlarini cheklash va potensial xavflarni kamaytirish deb izohlanmoqda. Eron esa bu harakatlarga javoban o'z pozitsiyasini namoyish qilish uchun raketa va dronlardan foydalangan holda qarshi zarbalar bergani ma'lum qilingan. Bu javob hujumlari ayrim hududlarda AQSh harbiy bazalari joylashgan hududlar yaqinida sodir bo'lgani haqida ham xabar tarqalgan. Natijada mintaqadagi harbiy keskinlik yanada kuchaygan. Bunday voqealar Yaqin Sharq mintaqasida harbiy to'qnashuv ehtimoli ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Har bir yangi zarba yoki qarshi hujum vaziyatni yanada murakkablashtirib, tomonlar o'rtasidagi ishonchni yanada kamaytirmoqda. Shu sababli ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar bu vaziyatni katta xavotir bilan kuzatmoqda. Chunki agar mojaro nazoratdan chiqib ketsa, bu nafaqat mintaqadagi xavfsizlikka, balki global siyosiy barqarorlikka ham ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa Yaqin Sharqning strategik ahamiyatini hisobga olsak, bu hududda yuzaga keladigan har qanday katta mojaro butun dunyo uchun jiddiy oqibatlarga olib kelish ehtimoli bor. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Bu mojaro nega dunyo uchun muhim? Ko'pchilik bu mojaro faqat ikki davlat, AQSh va Eron o'rtasidagi siyosiy qarama-qarshilik deb o'ylashi mumkin. Ammo aslida bu vaziyatning ta'siri ancha kengroq bo'lishi mumkin, chunki bu mojaro dunyo siyosati, xavfsizligi va iqtisodiyotga ham bevosita ta'sir qilish ehtimoliga ega. Buning eng muhim sabablaridan biri energiya resurslari va global iqtisodiyot bilan bog'liq omillardir. Yaqin Sharq mintaqasi dunyodagi eng muhim neft va gaz ishlab chiqaruvchi hududlardan biri hisoblanadi. Dunyo iqtisodiyotining katta qismi aynan shu hududdan eksport qilinadigan energiya resurslariga bog'liq. Ko'plab davlatlar o'z sanoati, transport tizimi va energetik sohasini barqaror ishlashi uchun aynan Yaqin Sharqdan yetkazib beradigan neft va gazga tayanadi. Shuning uchun bu hududda yuzaga keladigan har qanday siyosiy yoki harbiy beqarorlik global iqtisodiyotga tez ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar mintaqada katta harbiy mojaro yuzaga kelsa, birinchi navbatda energiya resurslari eksport qilish jarayoni
qiyinlashishi mumkin. Neft qazib olish infratuzilmalari zarar ko'rishi, transport yo'llari xavf ostida qolishi yoki eksport hajmi kamayish ehtimoli paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda global bozorda neft taklifi kamayadi. Natijada neft narxlari keskin oshishi mumkin. Bu esa dunyoning ko'plab davlatlari uchun iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, neft narxining oshishi transport xarajatlarini ko'paytiradi, energiya narxlarini oshiradi va ishlab chiqarish xarajatlariga ham ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida ko'plab mamlakatlarda inflyatsiyaning oshishi va iqtisodiy barqarorlikning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, Yaqin Sharq orqali o'tadigan muhim dengiz yo'llari ham global savdo uchun katta ahamiyatga ega. Agar bu hududda harbiy keskinlik kuchaysa, xalqaro savdo yo'llari ham xavf ostida qolishi mumkin. Natijada dunyoning turli mintaqalarida iqtisodiy jarayon sekinlashishi, savdo hajmi kamayishi va moliyaviy bozorlarning beqarorligi yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro faqat ikki davlat o'rtasidagi siyosiy muammo sifatida qaralmaydi. Bu mojaro global xavfsizlik, energetika tizimi va xalqaro iqtisodiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lgani murakkab geosiyosiy masala hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham dunyoning ko'plab davlatlari va xalqaro tashkilotlar bu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Chunki bu mojaroning qanday rivojlanishi kelajakdagi global siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Urush ehtimoli bormi? Bugungi kunda eng ko'p muhokama qilinayotgan savollardan biri aynan shu. AQSh va Eron o'rtasidagi haqiqiy urush boshlanishi mumkinmi? Bu savollar nafaqat siyosatchilar va ekspertlarni, balki oddiy odamlarni ham qiziqtirmoqda. Chunki bunday mojaro yuzaga kelsa, uning ta'siri faqat Yaqin Sharq bilan cheklanib qolmasligi, balki butun dunyoga ta'sir qilishi mumkin. Ko'plab xalqaro tashkilotchilar va siyosiy ekspertlarning fikricha, to'liq miqyosdagi katta urush ehtimoli mavjud bo'lsa-da, hozircha bu eng ehtimoliy ssenariy sifatida ko'rilyapti. Sababi shundaki, bunday urush har ikki tomon uchun ham juda katta xavf va xarajatlar keltirib chiqarishi mumkin. Hozirgi kunda Amerika tomonidan Eronga yo'naltirilgan har xil dronlar va raketa zarbalari kuniga $1 million tushayotganini to'g'risida ham ma'lumotlar internet tarmoqlarida berib o'tilgan. Avvalo zamonaviy urushlar juda katta moliyaviy resurslar talab qiladi. Harbiy operatsiyalar, qurollar, logistika va harbiy infratuzilmalar juda katta xarajatlarni talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Shu sababli katta urush har ikki davlat iqtisodiyotiga ham katta bosim o'tkazishi mumkin. Bundan tashqari keng ko'lamli harbiy mojaro butun Yaqin Sharq mintaqasini beqarorlashtirib yuborishi mumkin. Bu hudud allaqachon siyosiy va harbiy jihatdan murakkab mintaqa hisoblanadi. Agar katta urush boshlansa, unga boshqa davlatlar yoki mintaqadagi turli kuchlar ham aralashib ketish ehtimoli mavjud. Yana bir muhim omil global iqtisodiyotga ta'sir. Yaqin Sharqdagi katta urush energiya resurslari bozoriga, xalqaro savdo va global moliyaviy tizimga ham jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar vaziyatni harbiy yo'l bilan emas, balki diplomatik yo'l bilan hal qilish tarafdori bo'lib kelmoqda. Diplomatik muzokaralar, siyosiy kelishuvlar va xalqaro bosimlar orqali keskinliklarni kamaytirishga harakat qilmoqda. Ammo shuni ham unutmaslik kerak, hatto katta urush boshlansa ham kichik harbiy to'qnashuvlar yoki cheklangan miqyosdagi harbiy harakatlar davom etish ehtimoli mavjud. Bunday vaziyatlar odatda raketa hujumlari, dron zarbalari yoki mintaqadagi harbiy guruhlar orqali yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun hozirgi vaziyatda ko'plab ekspertlar to'liq urushdan ko'ra keskin ammo nazorat ostida turgan qarama-qarshilik sifatida baholamoqda. Kelajakdagi vaziyat qanday rivojlanishi esa ko'p jihatdan siyosiy qarorlar, diplomatik muzokaralar va xalqaro munosabatlarga bog'liq bo'lib qolmoqda. Agar mojaro kengaysa nima bo'ladi? Agar AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro yanada kengayib ketsa, bu faqat ikki davlat o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilik bo'lib qolmaydi. Bunday vaziyat butun Yaqin Sharq mintaqasidagi siyosiy va xavfsizlik tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaqin Sharq allaqachon dunyoning eng murakkab va nozik geosiyosiy hududlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda turli davlatlar, siyosiy kuchlar va strategik manfaatlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Shu sababli mintaqada yuzaga keladigan har qanday katta mojaro tezda boshqa davlatlarni ham o'z ichiga tortishi mumkin. Agar mojaro kengayib ketadigan bo'lsa, ayrim davlatlar o'z siyosiy yoki harbiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida mojaroga bevosita yoki bilvosita aralashish ehtimoli paydo bo'ladi. Bu esa vaziyatni yanada murakkablashtirib, qarama-qarshilikni mintaqaviy darajadan ham yuqoriroq bosqichga olib chiqishi mumkin. Bundan tashqari mintaqadagi barqarorlik xalqaro xavfsizlik tizimiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar urush keng ko'lamli tus olsa, global siyosiy muvozanat ham o'zgarish ehtimoli bor. Chunki dunyoning yirik davlatlari ko'pincha bunday mojarolardan o'z strategik manfaatlarini himoya qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham aynan bu urushga boshqa davlatlar ham qo'shilish ehtimolligi mavjud, agarda beqarorlik davom etsa. AQSh hozirgacha bu urushga to'laqonli qo'shilgani yo'q. AQSh shunchaki Isroil va Eronga hujum qilayotgan davlatlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Agarda AQSh rasman bu urushga qo'shiladigan bo'lsa, bunga
tabiiy holda boshqa davlatlar ham, qo'shni davlatlar ham bu urushga qo'shiladi. Agarda AQSh bu urushga qo'shiladigan bo'lsa, bu iqtisodiy jihatdan boshqa davlatlarga ham katta zarar yetkazishi mumkin. Aynan shu narsani AQSh bilib turgan holatda hali urushga to'laqonli qo'shilgani yo'q. O'zi biz oldindan bilamiz, AQSh boshqa davlatlar bilan urush bo'lsa, aynan bir tomon yoki ikkinchi tomon o'rtasida shunchaki o'rtakash vazifasida bajaradi. Ya'ni bir tomonga boshqa davlatga ikkinchi davlatni yomonlash orqali. Xulosa qilib aytganda, AQSh va Eron o'rtasidagi mojaro bugungi kunda dunyo siyosatidagi eng muhim va eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Bu mojaro nafaqat ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilik, balki kengroq ma'noda global geosiyosiy jarayonlarning bir qismi sifatida ham ko'riladi. Hozirgi paytda vaziyat keskin bo'lsa-da, mojaro hali to'liq miqyosda urush darajasiga yetmagan. Shunga qaramay, mintaqada yuz berayotgan harbiy harakatlar, siyosiy bayonotlar va strategik qarorlar vaziyatning qanchalik nozik ekanligini ko'rsatmoqda. Agar tomonlar o'rtasida diplomatik yo'l bilan kelishuvga erishilmasa, kelajakda keskinlik yanada kuchayish ehtimoli ham mavjud. Bunday holatda mojaro nafaqat Yaqin Sharq mintaqasiga, balki global siyosiy barqarorlikka ham, iqtisodiy tizimga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli bugungi kunda ko'plab davlatlar, xalqaro tashkilotlar va siyosiy ekspertlar bu vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Chunki ushbu mojaroning qanday rivojlanishi kelajakdagi xalqaro munosabatlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi, hurmatli obunachilar. Agarda videolarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, hoziroq videomizga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib va Amerikadagi o'zbeklar YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Sizning har qanday kommentariyada qo'llab-quvvatlashingiz bizning kelajakdagi yanada qiziqarli videolar chiqarishimizga sabab bo'lishi mumkin. Xayr, salomat bo'ling.